Termiz shahridagi 80 ming kilovat kuchlanishga ega podstansiyasida qurilish modernizatsiya ishlari olib borilmoqda. Bu haqda batafsil navbatdagi lavhamizda so'z boradi. Termiz shahridagi Joyjangal mahallasida joylashgan Termiz podstansiyasi bundan qariyb 60 yil ilgari foydalanishga topshirilgan edi. Shu yillar davomida u shahar hamda atrof mahallalar aholisini elektr energiyasi bilan ta'minlab keldi. Bugun esa bu hududda energetika tizimini modernizatsiya qilishning yangi bosqichi boshlandi. Prezidentimiz qarori bilan manzilli dastur asosida qurilayotgan podstansiyaning har biri 40 ming kilovat amper quvvatga ega 80 megavat amperlik ikkita zamonaviy transformator qurilishiga start berildi. Bu loyiha Termiz shahrining energetika sohasidagi salohiyatini bir necha barobar oshirishi, yangi uy-joylar, sanoat korxonalari, ijtimoiy obyektlarni barqaror elektr energiyasi bilan ta'minlashi kutilmoqda. Oldin 60 ming kilovolt amper quvvatga ega bo'lgan podstansiyamiz loyihadan keyin 80 ming kilovolt amper quvvatga ega bo'ladi va iste'molchilarga, tadbirkorlik subyektlariga elektr energiyani barqaror yetkazib berish hamda 2025-yil, 26-yil kuz-qish mavsumini betalofat o'tkazish maqsadida ushbu modernizatsiya ishlari davom etmoqda. Quruvchi kompaniyaning mas'ul menejeri ta'kidlashicha, loyiha Xitoy texnologiyalari asosida amalga oshirilayotgan bo'lib, qurilish jarayonida energiya tejamkor materiallar va zamonaviy avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari qo'llanilmoqda. Bu nafaqat energiya samaradorligini oshiradi, balki uzilishlar ehtimolini ham keskin pasaytiradi. Termiz shahridagi ushbu loyiha nafaqat elektr ta'minotini yaxshilaydi, balki butun hududning investitsion jozibadorligini oshiradi. Sanoat va xizmat ko'rsatish sohasida yangi imkoniyatlar yaratiladi. Yangi ish o'rinlari tashkil etiladi. Qolaversa, podstansiyadagi qurilish ishlari Termiz shahrini kelgusi 10 yilliklarda ham barqaror elektr energiyasi bilan ta'minlashga xizmat qiladi. Siz axborot dasturi bilan tanishdingiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, sog' salomat.